Salom traderlar. Bugun Markets platformasi orqali hisob raqamimizni to'ldirishni o'rganamiz. Markets platformasini ochib oling, hisob raqamingizni tanlang va depozit tugmasini bosing. Ochilgan oynadan UzCard, Humo, GoPay to'lov tizimini tanlang. To'lov miqdorini kiriting. To'ldirish tugmasini bosing. Ochilgan oynadan o'zingiz ishlatadigan mobil bank platformasini tanlang. Ushbu bo'limda ko'rsatilgan karta raqamiga ko'rsatilgan miqdordagi pulni o'tkazish lozim. Karta raqamini nusxalab oling. O'z to'lov tizimingiz orqali to'lovni o'tkazing. To'lovni o'tkazayotganingizda ko'rsatilgan mablag'ga e'tiborli bo'ling. Siz o'tkazayotgan pul miqdori ko'rsatilgan pul miqdoridan kam ham, ko'p ham bo'lmasligi lozim. Pul mablag'ini o'tkazib bo'lgandan so'ng bir oz pastga tushing va Оплата завершена tugmasini tanlang. To'lovingiz tasdiqlanyapti. Shaxsiy kabinetga qaytishingiz mumkin. To'lovingiz muvaffaqiyatli ishlangandan so'ng shaxsiy kabinetingizda paydo bo'ladi.